Bugungi ishlarimiz Zash IPS programmamizda afzalliklari haqida gaplashamiz. Ko'pincha Yevro mashinalarimizda, Yevro Cobalt'larimizda kapoti ochiq tursa, mana kapot ochiq. Kapot ochiq turganda tabloda 128 kod chiqarish kerak. Shu kod chiqmayapti. Biz hozir buni o'zimizda Zash IPS programmamiz orqali to'g'rilab beramiz. Buning uchun bizda Cobalt mashinani tablosini, log faylini o'qib olishimiz kerak. Xo'p. Log fayllarni o'qib olamiz. Log fayllarni o'qib oldik. Endi Zash IPS programmamizni ochamiz. Ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Fayl tanlash degan funksiyasi bo'ladi. Knopkasi. Fayl tanlashni bosamiz. Xo'p. Mana hozir bu Cobalt'imizda tablo programmasi. Bosamiz. Faylga o'qishga o'zi strelka paydo bo'ladi. Va bizga keraklisi mana bu yerda funksiya qo'shilgan. Kapot datchik, kod 128. Xo'p, mashinamiz avtomat korobkani belgilaymiz. Dahosi bor mashinani. Menyu knopkasi bo'ladi. Moy foizini chiqarib beramiz. Soat bo'ladi. Til bo'ladi. Ko'cha gradus temperaturasi, motor temperaturasini ham tabloga chiqarib ketyapmiz. 128 ashibkani ham yoqib qo'yamiz. Xo'p, bizga tablo ashibkasi kerak emas, airbag, hammasini o'chirishimiz kerak. OK bosamiz va faylga yozish knopkasini bosamiz. Bizga tayyor fayl chiqarib berdi, mana ikkita fayl chiqarib berdi. Va bitta qo'shimcha zip fayl ham chiqarib berdi. Xo'p, fayllarimiz tayyor bo'ldi. Eco configurationga o'tamiz. XML faylini tanlaymiz. Va text fayl exitni bosamiz. Programmaga zapis ketdi. Zapis bo'ldi. Va mana kod 128